Barchangizni Zinnur akademiyasi uchun muhim, hayajonli va tarixiy sanada barchalarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar. Sizlardan talab qilinadigan narsa faqat qo'linglarni ko'tarish xolos. Shu orqali menga yordam berasizlar. Zinnur akademiyasi haqida bugun mana shu yerda ochilish bo'lishidan oldin, bir hafta oldin, 3 kun oldin, 5 kun oldin farqi yo'q. Birinchi marta eshitganlar bor, marhamat qo'l ko'taramiz. To'g'risi biroz hayajon bor. Sababini ham aytaman. Hozir shu yerda 150 tacha stul borda, yana tepadan olib tushdi, qo'shdi. Undan tashqari yana shuncha odam bu yerda chetda turibdi, yana orqada turibdi. Odam biz kutgandan ko'ra ko'proq keldi, bizni juda ham quvontiradi va o'z navbatida hayajonga ham qo'yyapti to'g'risi. Biz shu 3 yil 4 oy davomida o'quv bo'limini tashkil qildik. Ya'ni siz kelarkansiz, o'qirkansiz, sizni o'qishingizni faqatgina ustoz ko'rmaydi. Sizni o'qishingizni, darsga kelishingizni yoki kelmasligingizni o'quv bo'limi nazorat qiladi. Bolalaringiz kelmasa, siz bolalaringizga aloqaga chiqishadi. Yoki ya'ni o'zingizga aloqaga chiqishadi, ota-onaga aloqaga chiqishadi. Farzandingiz kelmadi darslarga. Sog'lar yaxshimi? Hammasi yaxshimi? Albatta bundan foydalanib qolishni tavsiya qilaman. To'g'ri, siz yoningizda qo'shni binoda hattoki o'quv markazi bo'lishi mumkin. Odatda hozir o'quv markazida ko'p raqobat o'ziga yarasha. Lekin men o'saman, rivojlanaman, yaxshiroq xizmat ko'rsataman deydiganlar kam. Va bunaqa joydan unumli foydalanishingizni men sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Bu film hammamizga muborak bo'lsin. Rahmat.